Hoca aka, nima gap bor? Salomni kim bor aka? Ha, mana bu yerimiz o'zing qo'yasiz mana. Nima gap bor? Sizlarni bir uylaring tomosha. Keling, marhamat. Kiring, kiring. Kiring hoca. Sizni boshlar. Kiring, kiring, marhamat. Kiring, siz kiring. Hoca aka, ko'ryapsizmi? Nasib etdi shuma sherqa kelib video qilishlik bunaqa o'ylandi. Anchadan beri orzu qilyapmiz. Nasib qilsin. Bu orzu bu. Tumaniga, Saraso'zi tumanini eng katta ota bobolarimiz qilgan orzularda uy masalasi qiynadi. Elxonovga obuna bo'lgan. Bundan keyingi katta uylarni qilamiz deb niyat qilishyapti. Xudo kamini ko'rsatib chiqamiz. Xudo xolasa hoja aka, bir xonali uy sizga nasib qiladi. Harakat qilamiz siz. Nasib Yordam bo'lasiz sizga. Nasib. Qirishchalik tilizdan nasib qildikmi, to'g'rimi? O'zi televizor yo'q edi, bitta niyat qilib turdik. Shunday. Xudo g'oyibida Xudodan so'rasang beradi. Duo qiling, chempionatga endi chempionatni maza qilib tomosha qilamiz. Chempionatni maza qilib tomosha qilamiz. Bodir akaga iltimos qilamiz. Bir videoni o'qilib aylantirib chiqishini. Bo'ldi hoja aka. Nima? Sizni o'zingizni aylantirib chiqing. Mayli, keling, siz ham keraksiz, o'zingiz kiring. Chakoran. Bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. 28-chi bir xonani ko'rsa ham bizga nasib etsin. Ha, gap yo'q hoja aka, gap yo'q. Mana kiring. Ko'ryapsizmi? 2 xonali kvartiralarimiz bular. Komfortli xonalar. Ha? Komfortli xonalarimiz ko'ryapsizmi? Hamma sharoiti bor. Muzaffar hoji. Muzaffar hojim подписчиклari aksiya bo'ylab xudo xohlasa bu kishida yaqinda yangilik bo'ladi aka. Sarosa tuman markazida bu kishi ijod qiladi. Shunday. Uzun tumani, Saraso'z tumani. Подписчикларga Поддержка uchun. Onlaynda kuzatdik ya bizim muxlislar bilan kuzatdik. Rahmat aka. O'zingizni tilaylaringizni bilan podpисчик 11 mingta podpисчиga tilagingiz. Har Mana bitta shu video xudo xohlasa 50 mingta подписчик bo'lsa, mana shu Muzaffar hojiga o'zim tomonidan bitta sovg'am bor. Do'stlar, podeshkada bo'lamiz, do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Muzaffar hoji akamiz xudo xohlasa tez kunda 50 mingtaga yetdim deb xabar bering. Shunday. Video Shunday. bu tez bu ikki xonali uyimizni avzoriga tegamiz. Bu ikkinchi xona. Aka kecha zivizda bo'lib ketdi. Akamiz zvezdalar akamiz. Biz bilan har doim jazochi. Kecha 2 soat hamma podpисчиga bilan xom bo'lib ko'zlari mana ko'zlari qizarib hali Televizor berdik hoji akaga. Televizor. Qirishchalik televizor. Tabriklayman. televizorimiz mayda edi. Sizlarni kattaroq jahon ekranda Elxonov bitta televizor berdilar. Maşallah. Odamni hijolat qilib va arzimaga kelganimizga Allohga sizni xizmatingizdan ham Osonangizni baxtini ko'rdik. Shuncha uzun tumanda Saraso'z tumaniga kelib xizmat qilganingiz. Bu 2 xonali 52-70. 52 bu boshlang'ich to'lovsiz oyiga qancha bo'ladi? Boshlang'ich to'lovsiz oyiga 8 million 700 atrofida yuradi. Boshlang'ich to'lov bilan esa
Shu 5,5 million so'mga Bu uylar uchun yilda 5 million so'm topish studentlar topaydigan vaqt bo'lib qoladi. boshlang'ich to'lovsiz olsa narx shuncha qimmat chiqaveradi-da. Boshlang'ich to'lov qancha to'lov qilsa, mana shunaqa boshlang'ich to'lov bilan 1,970,000 so'mga uylarimiz bor, oylik to'lov. 1,970,000 so'm. Albatta ikki xonali emas, bir xonali. 1,970,000 so'mga 11,900,000 so'mgacha bor. Endi 2028-yil biza mejburmasa bir xonalik niyat qilib turibmiz. Yaxshi niyat, yarim davlat televizor yog'ida g'oyibidan berdik. Televizor oldingizmi, kvartira olasiz endi xudo xolasa. Shunday. 6-chi taqa dedik, taqamabsiz. Sizni ijodchiligga muxlisman. O'zim kuzatib yuraman.